fohishaxonaga ko'p qatnaydigan va ko'chadan kenayishga topib olib, faxsh ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'ydoq yigitlar. Diqqat bilan eshiting. Nimagadir so'nggi yillarda mana shunday eridan ajrashgan, eri o'lgan, beva ayollar bilan, hattoki eri bor ayollar bilan ham mana shunday kenayishkalarni topib olib, zino qilishni o'zlariga odat qilgan yoki dachaga, tungi klubga, har xil kvartiralarga fohishalarni olib borib, fohishabozlik bilan shug'ullanadigan bo'ydoq yigitlar ko'paygan. Voy ukalar, ko'zlaringni ochinglar. Yo'qsa, mana shu dunyoni o'zida sizlarga 3 ta katta balo keladi. Hozir bularni sizlarga aytaman. Birinchisi, fohishabozlik bilan ko'p shug'ullanadigan, ya'ni fohishalarga ko'p qatnaydigan, kenayishkalar bilan ko'p zino qiladigan yigitlarda juda jiddiy bedavo kasalliklar ko'payadi. Ya'ni mana shunday kasalliklarga chalinganlarning juda ko'pchiligi bizga endi nima qilsam bo'ladi deb murojaat qilgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bedavo dardlar. Orasida rak ham bor, spid ham bor, sifilis ham bor, hamma narsa bor. Bu qanday umrin davomini qanday o'tkazadi? Ikkinchisi, fohishaga ko'p boradigan, kenayishkalar bilan ko'p o'ynashib yuradigan yigitlar kelajakda uylanaman deganda, xuddi o'ziga o'xshagan yoshligida amakilar bilan, okalari bilan sevishib, sevishmachoq o'ynab, dachaga, kvartiralarga borib, keyinchalik qo'shtirnoq ichida turli ginekologlarga, mutaxassislarga, qo'shtirnoq ichidagilarga borib, o'zlarini qo'shtirnoq ichida bokira qilib olgan qizlar uchraydi. Tasavvur qilyapsizmi? Siz qanday bo'lsangiz, sizga xuddi shunaqa qiz uchraydi. Va uchinchisi, bu fohishabozlik, faxsh ish albatta yo ayolingizga kelajakda, yo singlingiz, yo opangiz, yo qizingizdan qaytadi, agar tavba qilib bu yo'ldan qaytmasangiz. Shuning uchun esingiz borida esingizni yig'ib oling. 1-2 so'm pul topganda quturab, o'zingizdan ketib, kuchanib gapiradigan bo'lib, zinoga va faxshga yaqinlashmang. Undan ko'ra umringizni qolganini tavba qilib, vatanimizga, xalqimizga, odamlarga yaxshilik qilish bilan, savob qilish bilan o'tkazing.